Butun internetda lahzaga solgan hodisa. O'rtoqlar, mana shu sizlar bilgan, sizlar tanigan Orzu singlimiz so'nggi manziliga ketdi. Yosh, hali umrini yarmini ham ko'rmagan bloger qiz vafot etdi. Paytgacha sizlardan juda ham qattiq bir narsani so'rab ekanman. Janozasiga ko'plab insonlar keldi. Eng yurakka tegadigan joyi shuki, qiz o'limidan bir necha oy oldin u yaqinda o'lishini va aynan o'lib qolsa hozirgi holatimdan ko'ra o'sha payti ko'plab insonlar taniydi deya gapirib o'tgani. O'sha bosh qo'shiq qo'yib bo'pti-va. Hozir o'lib deyapsiz. Qarang, inson o'lishini biladi shekilli, aynan shunday narsani his qilganligi ham ko'plab insonlar tomonidan muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Eng qizig'i, akalar, opalar, rostdan ham odam sezarmikan o'lishini? Kimlardir video qilmanglar, bu qizni PR qilmanglar deya o'zi video qilib, go'yoki qizni tarafini olayotgandek PR qilayotganlar ham bor. İnsanlar nima qilyapsizlar? Onasini yig'lagan dodvoylarini videolarini qo'yyapsizlar, mozorlardan qo'yyapsizlar hattoki videolarni. Sizlar nima qilayotganinglarni o'ylayapsizlarmi? Ochig'ini aytadigan bo'lsam, bu qiz mashhur qiz edi va mashhurlarning videolari albatta va albatta internetda tarqaladi. Aynan o'sha qizni videolaridan bezor bo'lganlar, bunday video qilmanglar deyotganlar, sabr qiling, bir necha oydan keyin bu ham yo'q bo'lib ketadi. Aziz yurtdoshlar, sizlarga to'liq janoza va boshqa videolarni taqdim qilaman. Malol kelmasa ikki og'iz ta'ziyangizni kommentariyga yozing. Siz ham biz ham ketguvchimiz. Aynan siz yozgan shu ta'ziyalar savob bo'lib qoladi. Va oxirat obod bo'lsin deya fikrimga qo'shilsangiz, videodan like bosib qo'ying. Malol kelmasa, ovora bo'lsangiz kerak emas. Alloh rozi bo'lsin. Rossiyadagi holatni juda yaxshi bilasiz. U yerda vaziyat ancha jiddiy. Sizdan ozgina bahona bo'lsa bo'ldi, sizni deport qilib yuborishadi. Yoki juda ko'plab firmalar yolg'onchi bo'lib chiqdi. Ko'plab fuqarolarimizni otdi. O'shaning uchun ham sizlarni o'ylagan holatda sizlarga ishonchli firmani tavsiya qilaman. Ushbu firma siz uchun trudavoy dogovor, kvartira, общежитие, mehmonxona, ya'ni gostinitsalarga 3 oylik registratsiya, Turkmaniston fuqarolari uchun рабочий viza va albatta reyestrdan chiqarish xizmatlarini amalga oshiradi. Batafsil ma'lumot uchun albatta ekrandagi nomerlarga bog'laning. Bu bloger qizda avvalo joyi jannatdan bo'lsin, Allohim rahmatiga olgan bo'lsin, savol javobini oson qilsin. Yo'q, qanaqa qilib janozadagi holatni, janozada bo'layotgan, janoza o'qilayotgan holatni ham videoga olib qo'yish mumkin? Hamma yig'lash bilan ovora, hamma dodvoy qilish bilan ovora. Ba'zi bir insonlar o'zini o'zi videoga olib, yana janozani mayt olib chiqib ketishayotgani, hushidan ketib qolganlarini qo'yishyapti. Tinch qo'yinglar, o'lgan odamni tinch qo'yinglar. Hijobini gapiryapsizlar, olgan mashinasini gapiryapsizlar. O'lgan odamni tinch qo'yinglar, iltimos sizlardan. Yetar endi, bo'ldi. Men lekin o'sha janozaga borib video olgan odamga hayron qolmadim. Ras janozaga bordingmi, duo qilgani bordingmi, bo'ldi, duoingni qil, nima qilasan video chiqarib. Yo'q, janoza paytida video olib, yana kamiga uni montaj qilib, qo'yib ulgishganiga hayron qolyapman-da, muzikalar bilan eski videolarni qo'yib. Endi men montajni qanaqa qilinishini tushunaman. U qo'ygan videosini montaj qilish uchun salkam 2 soat vaqt ketadi-da. Qanaqa qilib janozada o'tirgan holda u videoni montaj qilib qo'ydi, bilmayman. Sal bo'ldi, endi maytni tinch qo'yinglar. Joy jannatdan bo'lsin avvalo u qizni. Janozaga sizlar u o'lgan odamni haqqiga duo qilish uchun borganmisizlar, oxirgi manzilga kuzatish uchun borganmisizlar? Bo'ldi, o'zlaringni vazifalaringni qilinglar, nima qilasizlar undan qilib video qilib. Vaqtlar o'tgandan keyin o'sha Orzu degan qizni uydagilarini telefoniga chiqib qolsa u video yoki qachonlardir ko'zlari tushib qolsa o'sha videoga, qalblari og'rimaydimi? Ras janozaga duo qilish uchun borganmisizlar? Bo'ldi, duolaringni qilinglar. Nima qilasizlar? O'lgan odamni ham ruhini qiynab. Bir xilga videolarni ko'rib hayron qolasiz. Men bu qizga reklama berdirmoqchi edim, do'konimga chaqirmoqchi edim. Joy jannatdan bo'lsin deb video qo'yishibdi, rasmini qo'yib. Yana bitta profilda ko'rib qoldim, rasmini qo'yib, men bu qizga sovchi jo'natmoqchi edim, uylanmoqchi edim, joy jannatdan bo'lsin. Yana bittasi, men bu qizni sinimdek ko'rardim, sovg'alarim bor edi, padarkalarim bor edi, berishga ulgurmadim. Joy jannatdan bo'lsin. Nimaga shuni tirikligida qilmanlaring bo'lmasa? Nimaga o'lgandan keyin eslangga kelib qoldi? Bemalol uxlayvering. Pullaringiz allaqachon uydagilaringizga borib tushgan. Tanga ilovasi orqali Rossiyadan turib O'zbekistonga yuqori kursda pul yuboring. Tanga ishonchli va xavfsiz ilova. No chiroyli bo'lib ketgan qarang. Zotni ko'rpam buni. Nima qilding? Nima qilding? Uncha chiroy qayerdan?
Ularga ko'ringaki birlik qilasan, bu yoqqa kel. Baxma. Jizzaxdan tovib oldim, ish bilan keldim. Yuring, bir odam qarab turibdilar. So'tin. Kutadi, sen kerakmisan kutadi. Ha, Niye issiq deb nima? Niye kerak? Issiqda o'tirsin men meni. kerakmasmanmi shunda? Sizlar farqi bor. Men kerakmasmanmi shunda? Chopayapsanmi? Chopayapsanmi men? Mikrofon shekil, men chopayapsanmi? Mikrofonni oling. Xabarlashamiz, telefon qilaman, yo'qolib qolma. Avvalga borsang, oy deb kutib olib, arzijam deyman. Jizzaxga kelsang o'lib qolaversan, ha? Qarab turadi, birga bir bo'ladi. Avvalo assalomu alaykum, yaxshimisizlar, tuzingizlar. Zu degan qizimiz bugun vafot etibdi. Endi hamma aqllilar shu kommentariyada ro'molni yechgani uchun mashina minmaslik kerak edi, unaqa buni. Hammamiz musulmonmiz. Bizni peshonamizga Alloh yozgan. Tug'ilmasimizdan oldin qanday, qanaqa holatda o'lishimiz yozilib bo'lgan. Uni siz yoki men afsusat qilishga haqqimiz yo'q. Qur'on tilovat qilib qo'ying haqqiga. Ashi sizdan zo'r yordam bo'ladi, savobga ham qolasiz. Hamma endi videosiga qo'yib mashina minmaganda unaqa bo'lardi, shu mashina minmay yuruvdi. Hali unimday bir real hayotda ko'rmagansizlar, faqat telefonda ko'rgansizlar. Qancha odamlarga yaxshiligi tekkandir, qancha odamlar taniydigan odamlar bilsa ham kerak qanaqa qizligini. Men ham vaynlarni ko'p ko'rganman, kerak bo'lsa ba'zi bir vaynlaridan o'zimga ideya olib, videolarimga qo'shgan joylarim bo'lgan, qaysidir sahnalarni parcha qilib duo qilaylik haqqiga, undan ko'ra iltimos sizlardan. Zax prospektida avariya bo'ldi. Kechqurun soat 1-2 atrofida Qora Gentrada ikkita ayol kishi bo'lgan. 3-trassadan kelganda rulni boshqara olmay qolgan, katta tezlikda kelayotgan bo'lgan. Kelib daraxtda orasiga qisilib qolgan. Rul taraf daraxtda mana shu yerga urilgan. Keyin bu taraf burilganda daraxtda o'rtasiga qisilib qolgan. Bu joyda mana bu katta gultuvey bo'lgan. Bu gultuvey bu yoqqa itarilgan. Qattiq avariya bo'lgan, katta tezlikda kelgan. Iltimos, apa, akalar, tezlikni oshirmanglar. Yaxshimisiz, charchamayapsizlarmi? Bugun bitta narsani internetda ko'rib qoldim kunduz kuni. Qarochi hali turmushga chiqmagan, hali yosh, bebosh Orzu degan bloger bor ekan, o'sha o'tib qoldi. Joyi jannatdan bo'lsin. Nima bo'lsa ham savol javobi oxiratda obod bo'lsin. Hammamiz vaqtimiz, hammamiz soatimiz shu yergacha ekan. Endi nima qilamiz? Endi hammasi peshonaga yozilgani, hamma Allohga qaytguvchimiz. Jizzaxlik 21 yoshli bloger vafot etibdi, mana bu qiz. Instagramda tinmayapti, qaranglar. Hurmatli blogerlar, hurmatli tanish bilishlar, kimdiringiz yaqiningiz vafot etsa, unaqa qilib qabr, ya'ni mayitni olib chiqayotganlarni video qo'yapsiz. Yuragi bo'shlar bor, har xil odamlar bor. Bu videoni ko'rib turib o'ziga deyli yosh katta ota-onalari, onaxonlari bor, o'zlarining yuragiga boshqacha og'ir botishi mumkin. Sizlardan iltimos, to'g'ri, har bir o'lim bor, bu bilish kerak, ogoh bo'lish kerak, lekin bunaqa narsalar qo'yyapsizlar. Bu qiz rasmini, videosini qo'ysanglar boshqa, yaxshi, lekin qabristonga olib kelayotganlarni ulab olib montajlar qilyapsizlar. Bu to'g'ri kelmaydi deb o'ylayman. Yana o'zingizlar bilasizlar. Prosta videoda ko'ryapman, qabriston, mayit olib chiqayotgani, odamlar yiqilib tushayotgani, nima keragi bor unaqa narsalar qo'yib? To'g'ri aytdim, Hojiakbar aka, nima deysiz aka? Odamga har xil botadi-da aka. Bilasizmi nima? Yonimizda bo'lmasa ham qalbimizda qolgan insonlar bor. Assalomu alaykum. Hammalaringiz yaxshimisizlar? Sog' salomatmisizlar? Shu bugun kuni ijtimoiy tarmog'ida keng tarqalgan videoni ko'rib, juda ham xafa bo'lib ketdim. Ichim muzlab ketdi to'g'risi. Bloger vafot etibdi, bloger olamdan o'tibdi degan so'z, bloger so'zi, ya'ni yuragimni muzlatdi. Qayerga bormay, qayerda bo'lmay bloger qiz degan nom olganman. Albatta o'zimga tegib ichim muzlab ketdi to'g'risi. Ichiga kirsam agar Orzugulxon opajonimiz olamdan o'tib qoldilar. Juda ham qayg'urdim to'g'risi. Uydagilari, yaqinlariga ichimdan hamdardlik bildiraman.
birodarlar, o'lim yosh tanlamaydi. Bir achchiq haqiqat bor, odamlar anglamaydi. Bugun guvoh bo'ldim, o'lim yosh tanlamaydi. Payti kelsa mol dunyo bizga yordam bermaydi. Tushunib yetdim shuni, o'lim yosh tanlamaydi. Ko'zingni ochib qara, kayfu safodan ko'ra, namozing o'q jo'ra, o'lim yosh tanlamaydi. Sog'misan, omonmisan, ajal so'rab kelmaydi. Yoshmisan, qarimisan, o'lim yosh tanlamaydi. Orzugulxon opajonim, joyingiz jannatdan bo'lsin. Kredit bo'lsa to'lanardi, jonimni olarmidi, olsa pulimni oladi-da. Juraman oylanib. O'lsin. Endi tog'ga qarab chiqib ketaman. Jizzaxlik bloger qizimiz Orzu kechasi soat 2 da avariya holatida vafot etibdilar. O'limlaridan oldin video tariqasida 2 kun 3 kun ichida odam bilmaydi qachon o'lishini. Men o'lsam mana shu qo'shuvni qo'yinglar deb gapirib o'tgan ekanlar. O'zlari ham sezgan ekanlar. Joylari jannatda bo'lsin, yaxshi qizida. Orzu deb o'ylaganlar, bemalol podpiskalaringni qaytarib olsalaring bo'ladi. Xafagarchilik yo'q. Xullas, sizlarga bitta murojaat bilan chiqmoqchiman. Sizlarga Instagramchasiga tushuntirishga maxsus boyligim yetmaydi, aniqroq qilib aytganda. Men Dilafruzman, Orzumasman, go'zallarim, asallarim, juyonkalarim. Orzu deb podpiska bosganlar, bemalol podpiskalaringni qaytarib olsalaring bo'ladi. Men bozorda savdo qilaman. Mana magazinim. Hozir ham kelib do'konimga. Men siz Orzu deb o'ylabman deb aytishdi. Keyin o'shaning uchun chiqdim. Ko'p mana klientlarim ham direct deydimi, nabbalo deydi. O'shanga yozibsizlar. Men shuning uchun podpiska bosdim deb. Podpiskalarni bemalol qaytarmasalaring bo'ladi. Xafa bo'lmayman. Bemalol. Men o'zimni yaxshi ko'rganlar bilan birgaman deydi-ku. Xullasdan. Jonkilarim. Yangiliklar kelgan, magazinimizga tovarlar kelgan, bemalol kelib ko'rib, dastavka qildirsalaring ham bo'ladi. Dastavka nomerlarimizni ham qoldiraman hozir. Bemalol kelaveringlar. Hammani o'zini shaxsiy hayoti bor. Uni deb menga boshqa narsalar bir nimalar deb yozmanglar, asallarim. Bu qizni men hurmat qilaman. Ko'chada ko'rganman, to'g'ri, lekin menimcha o'xshamaymiz, umuman o'xshamaymiz deb o'ylayman. Odam o'lishi bunday-ku, ertaga o'lishi mumkin. Bugun yoki hozir yoki 2 kundan keyin odam o'limi demak. O'lsa bash qo'shib qo'ygan bo'ptimi? Hozir o'limni eslayapman. Bunaqa video olaman deb o'ylamagan edim, lekin gapirmasam bo'lmaydi. Bugun janozasi o'qilgan bloger qizimizni hamma ko'rdi menimcha, joylari jannatdan bo'lsin, haqlariga duolar qilib qo'ydim. Lekin insonlar nima qilyapsizlar? Onasini yig'lagan dodvoylarini videolarini qo'yyapsizlar, mozorlardan qo'yyapsizlar hattoki videolarni. Sizlar nima qilayotganinglarni o'ylayapsizlarmi? Nima maqsad? Agar kimdir to'yi bo'lsa, tug'ilgan kuni bo'lsa, tushunardim, ommaga ko'rsatinglar, ommaga qizuv deb. Sizlar janozani qo'yyapsizlar, sizlar mozorni qo'yyapsizlar. Ozgina insof ham kerak-ku. Nima deydi? Prosmotr uchunmi, nima uchun men bilmadim. Men burdimni tiqadigan ish emas. Ming bor uzr. Lekin shu ketkizayotgan vaqtinglarni o'rniga haqlariga duo qilib qo'yinglar, joylari jannatdan bo'lsin deb qo'yinglar, oxiratlari obod bo'lsin deb qo'yinglar. Nima qilyapsizlar? Men shu narsani ko'ribchi, shunaqa hozir kunim bilancha Instagramga kirsam, hali unisi qo'ygan, hali bunisi qo'ygan, hali anaqa mayli, storiesni qo'yishyapti, joylari jannatdan bo'lsin deb gap bo'lishi mumkin emas. Men uni aytayotganim yo'q. Janozadan yoki mozordan qo'yayotgan videolarni ozgina o'ylab ish qilinglar, iltimos, haqlariga duo qilib qo'yinglar. 2 rakat namoz o'qinglar, haqlariga duo qilinglar undan ko'rasizlar. Bunaqa narsalarni qo'ygandan ko'ra. Agar men noto'g'ri gapirayotgan bo'lsam, ming bor uzr. Yana bir bor aytaman, joylari jannatdan bo'lsin bu qizimizni, oxiratlari obod bo'lsin. Birovni o'limi, vafot ustidan bunaqa achchiq ishlar, ichki ishonchinglarni ko'tarmanglar. O'lim hammani boshida bor. Siz qanaqa o'lishingizni faqat Alloh biladi. Hali o'zingizning ham xabaringiz yo'q.
Men Yaponiyada oilaviy yashayman va ishlayman, lekin o'zim tug'ilgan O'zbekistondagi Jizzax viloyatini juda sog'inaman. Magazin videolar reklamdan chiqqanda o'tkazmasdan oxirigacha o'sha reklamalarni ko'rganman. Ularning ichida eng ko'p chiqqani Orzu degan qiz ko'p chiqqar edi. Uni samimiyligi, ochiq ko'ngilligi, tabiiyligi menga yoqar edi. Afsuski bugun kirib qarasam Instagramga uni vafot etdi degan videolar chiqqan. Ishonmadim. Kommentariyalarga kirib qarasam rostdan vafot etibdi. Bunga bir marta xafa bo'ldim va yana bir marta bu yerda yozilgan kommentlarga xafa bo'ldim. Shunaqa kommentlar keltirilgan, xuddi yaqinda Orzu ro'molini yechgan edi. O'sha ro'molni yechgani uchun bu olamdan vafot etib o'tib ketdi degan ma'noda yozilgan. Men ro'molni yechishni tarafdori emasman, ularni oqlamayman, lekin kelinglar kengroq olib qaraylik. Agar bir inson ro'molni yechgani uchun o'lib vafot etsa, bu ajaldan emas, ro'moldan hisoblanadimi? Bu Allohning unga yozib qo'ygan taqdir qadaridan emas, aynan ro'molidan hisoblanadimi? Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, meni o'zimni tanishlarim orasida, dugonalarim orasida hattoki ro'molni yechgan qizlar bor. Necha yillar bo'lib ketdi, bu ishlarni bo'lib o'tganiga, lekin ular sop va sog' baxtli hayot kechirib yashashyapti. Ular fikri boshqachadir, lekin o'sha fikrni chiroyli yetkazishni yo'li ham bor. Misol uchun aytaylik, nazarlandi deylik. Biz bilamiz, eshitganmiz, musulmon insonlar Allohning qadar taqdiriga ishonadi va sehr nazardan ham vafot etishi mumkin. Shuning uchun kommentariyada bunaqa xunuk gaplarni agar juda yozingiz kelsa ham o'rab yozing, nazarlanibdi degan ma'noda. To'g'ri, uni ota-onasi, yaqinlari hozir kirib hech qaysi kommentlarni o'qimaydi, lekin Jizzaxni o'zida bir inson vafot etgandan keyin bir nechta marosimlar bor. Har payshanba isi bor, 46 oyligi, 1 yilligi degan marosimlar bor. O'sha marosimlarda uni uyiga borgan tanishlari, qiz ro'molda eshitgandan keyin kommentariyada yozgan odam uyiga borganda ham aytib qo'yishiga meni ishonchim komil. Shuning uchun mana shu fikrni olib tashlaylik. Umuman kommentlarda ham yozmanglar, o'zingizlarni miyanglarda qolsin o'sha neto fikringlar. Odamlar sizlarni IQ darajalaringni bilmasin. Birovni o'limi, vafot ustidan bunaqa ochko ishlab, ichki ishonchinglarni ko'tarmanglar. O'lim hammani boshida bor. Siz qanaqa o'lishingizni faqat Alloh biladi. Hali o'zingizni ham xabaringiz yo'q. Voy boshlarni bekor qilding, voy bolalar. Jizzaxlik bloger Orzu degan qizni vafot etibdi-ku. Bugungi videosi oldimdan chiqdi-da. Hozir kamchilik taniydi-ku meni. Vafot etsam, mana shu qo'shiqni qo'yasanmi? Tunda quyosh bo'lib. Qo'shig'ini qo'yasanmi? Keyin meni millionlab odamlar tanisa kerak, millionlab vaynlar, millionlab odamlar ko'rsa kerak degan. Va profiliga qarab o'tdim. Haqiqatda oxirdagi videolar ham, vaynlar hammasi 4 million, 5 million, 6 million bo'lib yotibdi-da. Hech qachon ana shu qiz bir marta ham oldimdan chiqmagan. Bugun chiqdi. O'quv markazida hamma shu qiz haqida gapiryapti-da. Shunday bo'pti deb. Hamma narsa niyatga bog'liq-da, ko'rasizlarmi? Niyat oddiy narsa emas-da, u taqdirni eshigini qoqadigan kuchli so'z. U yaxshilik bo'lsin, u yomonlik bo'lsin. Hammasi niyat. Shuning uchun har doim yaxshilikni, inson o'zini salomatligini, o'zini muvaffaqiyatini har doim niyat qilib yurishligi kerak. Hammamiz sevib tomosha qiladigan o'sha Orzu blogerimiz yaqinda eshitgandik, hijobdan chiqdi deganini, shu bugun vafot etganini eshitdim. Bu haqiqat yoki fik xabarligini bilmayapman, kim bilsa yozsin. Eng qizig'i akalar, opalar, rostdan ham odam sezarmikan o'lishini? Mana shu videodan keyin rost deb o'ylayapman-da, odamni ko'ngliga solib qo'yadi shekilli oxirgi kunlarida xudochi. O qiz o'zi realni bilgan shekilli-chi. Xullas bu video murojaatim o'sha qizning ukasiga. Sen o'zingni qanaqa ukaman deb hisoblayapsan? Sen qaysi vijdon bilan, qaysi mehr oqibat bilan sen vaqt topyapsan Instagramga kollaboratsiya qilib videolashga, kollaboratsiya qilib post qo'yishga, stories qo'yishga, storiesga mayli qo'yishga qo'yibsan, storiesga qabr tosh kerak deb uyda yozib, telefon nomeringni qo'yib qo'yishga. Sen menga shu narsani bir o'zingga birinchi logически tushuntir. Sen просто ommaga bugungi janozani qo'yibsan. Men ham senga shu ommani oldida savol beryapman. Jizzaxlik mashhur bloger Orzugul O'razmatova avtohalokat oqibatida vafot etgani aytilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, marhuma yo'l transport hodisasi sabab hayotdan ko'z yumgan. U o'zining ijodiy ishlari, samimiy chiqishlari va faoliyati orqali ko'plab muxlislar mehrini qozongan edi. Orzugul O'razmatovaning bevaqt vafoti uning yaqinlari, do'stlari hamda muxlislari uchun og'ir yo'qotish bo'ldi. Kanalimiz jamoasi nomidan marhumaning oila a'zolari va yaqinlariga chuqur ta'ziya bildiramiz.
Bu rol aynalib ketganmi? Boshqardi yo'qotyapti, nari qora jentira, 3 ta qora jentira bo'libdi berdi. Mana shu mashinani eslab qo'ysizlar mana. Endi bugundan boshlab mana shu mashinada meni ko'rasizlar. Men juraman ana shu mashinada. Nesicha Jizzaxdagi akalar mana shu mashinani ko'rsalaringiz sekingina markat qilmasdan o'zingiz chekkaga chiqavering sizlar. Orqamda bo'lsangiz bu yoqqa o'tib-bering. Men markat qilishimni kutmaysizlar, chekkaga chiqing sizlar o'zlaringiz. Mana mashina, mana shu mashinada endi o'zim yuraman. Kuchli burilvardilar, juda balonimga zarar berdi. Ya mashinang boshqacha mashina shu. Bunaqa mashina Jizzaxda yo'q. Meni kutadi, mashinam darvozam oldida. Men ketaveraman endi. Yo'q bo'lib ketdi, yo'q. Chaqmoq-ku. Taksi. Yo'q, topolmaysizlar mashinani. Lekin har doim mashina olsam ham unaqa derdim. Toza qilib, zo'r qilib yuraman derdim. Hech unaqa emas. Oching. Qani bitta ko'ramiz. Birinchi polga qarang bitta. Keling, mana buni qarang. Nima bu? Sabit. Mana nochini qarang. Musirlar bor edi, musirlar. Mashina zo'r lekin. Salon qismi. Ey xudojonim. Nima deysiz bunga? Aytib qo'yganingizda yuvib tozalab kelasiz. Hozirgina o'zimiz Jizzaxlik bloger Orzuni janazasidan chiqdim. To'g'risi men uni endi o'rtog'immi, endi opammi, singlimmi bilmayman, avvalo joylari jannatda bo'lsin. Oson emas. Bechora singlisi ham, ukasi ham mazasi qochgan, onasini umuman aytmasa ham bo'laveradi. Men o'zimni boshimdan o'tgani uchun 4-5 oy oldin shunaqa ayriliqni his qilganim uchun yuragim haligacha olov bo'lib yonishini to'g'risi hech kim tasavvur qila olmaydi. Faqat boshidan o'tgan biladi-da. Kimlar aktiv uchun boryapti, ko'zim bilan ko'rib ham keldim. Janozasini videoga ham olib turibdi. Ham yig'layapti, ham bechora qizni tobutga solganini videoga ham olib turibdi-da. Qanday ko'ngliga sig'adi odamlardek. Yosh o'lib ketganiga achinib yig'layapmiz-da. Biz yuragimiz ana bo'lib ketyapti-da. Meni yuragim g'alati bo'lib ketdi-da. To'g'risi hozir shu qiz o'rnida men bo'lganimda-chi, men jonsiz yotsam, men olib chiqib ketsa-chi, dadam nima ahvolga tushadi? Apam bor bittagina. O'zi onamdan keyin ikkovimiz bir-birimizga suyanib qolganmiz. Qanday bo'ladi? Men o'zimda tasavvur qilib ketyapman-da, u qizchani o'rnida. Bilmayman endi. Hali endigina u ham orzulariga yetishib, endi kun ko'raman deb pul topib, ota-onasiga nimadir qilib berayotgandi-da. O'lim haqda, o'lim haq baribir. Lekin afsuski aytib kelmaydi-da. Bugun men senikiga boraman. 1 soatdan keyin seni olib ketaman u dunyoga deb aytmaydi-da. Vobshe qo'shni mahallamda turar ekanda. Bu qizcha umuman xabarim bo'lmagan shu paytgacha. Jizzaxda qayerdandir deb o'ylardim, lekin qo'shni mahallada turishini bilmasdim-da. Vobshe g'alati bo'lib ketdim to'g'risi. Ilohim joylari jannatda bo'lsin, oxirat obod bo'lsin. Duo qilamiz, boshqa iloji. Jizzaxda sodir bo'lgan ayanchli yo'l transport hodisasi oqibatida 21 yoshli bloger Orzugul O'razmatova halok bo'ldi. Voqea 4-avgustdan 5-avgustga o'tar kechasi sodir bo'lgan. Tarmoqlarda paydo bo'lgan xabarlarga ko'ra, bloger rul boshqaruvini yo'qotgan hamda yo'l chetidagi daraxtga borib urilgan. Og'ir tan jarohatlari olgan Orzugul O'razmatovaga ko'rsatilgan tibbiy yordamlarga qaramasdan u vafot etgan. Hozircha holat yuzasidan Jizzax viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan rasmiy ma'lumot e'lon qilinmagan. Shu o'rinda men Orzugul O'razmatovaning oila a'zolariga chuqur hamdardligimni izhor qilaman. Mana shu o'rtoqlar, sizlar yaxshi ko'rib, sizlar sevib kuzatgan Orzuni bolalik o'tgan uy ko'rishingiz mumkin. Orzuni hali juda ham ko'p orzu maqsadlar bor dedi. Bu narsalarni faqat atrofida, yaqinida yurgan odamlar bilamiz. Nima demoqchiman? Xudo xolasa agar sizlar qo'llab-quvvatlab tursanglar, mana shu Orzuni uyini birgalikda buzib, nima kamko'sti bo'ladigan bo'lsa, qo'ldan kelguncha yordam qilib birgalikda qilamiz. Faqat sizlar qo'llab-quvvatlab podechka qilib tursanglar bo'ldi. Hozir ukasini kartasini ozgina oilaviy sharoit og'irligini ko'rib turibsizlar. Sharoit og'irligi uchun karta qo'yuvdi. Bu karta ham bloklandi bank tomonidan. Ichidagi pulni na yechib bo'ladi, na birovga o'tkazib bo'ladi. Xullas hech nimani iloji bo'lmayapti.
Agar qo'ldan kelguncha imkoniyati bo'ladiganlar bo'lsa, yordam bermoqchi bo'lganlar bo'lsa, bemalol pastda nomer qoldirib qo'yaman, bizga aloqaga chiqsanglar. Birgalikda hamma masalalarni yechamiz. Keyin yana bitta narsani iltimos so'ragan bo'lardim. Orzuni kimdadir oldi berdi, ya'ni qarz bo'ladigan bo'lsa, bemalol o'zimga murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa yaqin fursatlarda hammasini hal qilib, o'sha qarzi bo'ladigan bo'lsa, qarzlarni uzib, qo'limizdan kelguncha yordam beramiz. O'zlaringiz ehtiyot qilingizlar, yo'llaringizga ehtiyot bo'lingizlar. Keyin ko'pchilik so'ragan, nima uchun bunday bo'ldi degan. Ayrim sabablarga binoan avtohalokat tufayli mana shunaqa voqea sodir bo'lgan. Bir kun shunaqa qiladi, bo'ldi, tamom. Dunyoni tugashi. Oxiratda boshlanish. Mana. Shu kun bor, shu kun qarab turib hammamiz. Kecha sizlardan juda ham qattiq bir narsani so'ramaganman. Lekin hozir so'ramoqchiman. Bilaman, mani juda ham ko'p iymon e'tiqodda, ibodatdagi aka-ukalarim, opa-singillarim kuzatishadi. Alloh hammanglardan rozi bo'lsin. Bittasi so'ramoqchiman. Onam komadada, hozir o'sha bugun komaga tushdilar. Men badbaxt farzandman. Nimaga tez kelmadim, nimaga tezroq keltirmadim onamni yoniga. Endi kechirib. Lekin Allohdan umidimni uzmayman, chunki Alloh taolo bir daqiqada hayotni o'zgartirib yuboradigan darajada mehribon zot. Allohim hozir inshaalloh onam shunday yaxshi bo'lib ketdi. O'g'rilarni deb ketishga faqat Alloh qodir. Buning uchun bizga juda ham ko'p duo kerak. Domlalar keldi, doktorlar keldi. Faqat duo qilinglar. Iltimos onam duo qilinglar. Onajonim juda qiynalib ketdi deyishinglar meni. Boladog'i farzand baxsizlik ichida ko'p qiyinchilik ko'rganlik mani onam. Yolvoraman, o'tinaman. Hech narsa kerak emas. Layklar ham repostishingiz kerak emas. Onam agar mana shu video olsa chiqib qolsa, onamni duo qiling bo'ldi. Onajonim haqqiga duo qilinglar. Iltimos. Ko'zlari kesillar, yana oldingidek kulsinlar. Iltimos. Alloh uchun duo qilinglar akalar, ukalar. Boshqa hech narsa kerak emas. Vaqtida kelolmadim, men badbaxt farzandman. Hatto onam oldida quchoqlab yig'lamayapman. Hamma kelmagan qo'ymayapti. Nafas turibdi, yig'lama deydi. Ko'nglim g'ash, ko'nglim g'ash. Iltimos, menga niyatiga yozmanglar. Faqat duo so'rab chiqaman. Hech narsa kerak emas. Lakin bosmanglar kerak emas. Duo qilinglar, iltimos, onamni duo qilinglar, iltimos. Alloh rozi bo'lsin, hech kim onasi ko'z oldinglarda solib ketmasin. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Hozir ertalabdan xabarlarni ko'rib shok bo'lib qoldim. Hammalaring xabarlaring bor. Yaxshi qizimiz bor edi, yaxshi blogerimiz bor edi. Haqiqatdan bir nozik, nazokatli, ayollik jihatlari bor. Yaxshi, odobli, so'kinmaydigan juda ham yaxshi qiz bor edi. Shuni aytsa kerak, yaxshiga kun, yomonga o'lim yo'q deb qanchadan qancha yomon insonlar yuribdi. Insonlarga zarari tegadigan, ichi qora, yomonlik qiladigan, fisq fasod uyg'otadigan qancha insonlar yuribdi. Yashab yuribdi. Yoshgina qiz. Juda ham yaxshi ko'rardim bu qizni. Alloh rahmat aylasin. Oxirgi payt mashina oldim deb xursand bo'ldi. Yaxshi haydasin-da deb qo'ygandim ichimdan. Mashinalarda avariya bo'libdi, juda strashniy avariya bo'libdi. Alloh rahmatiga olsin. Kim qanday ketadi, Alloh bilguvchi. O'lim haqda. Hammamiz bir kun ketamiz, qanday ketamiz, Alloh bilguvchi. Oyog'imiz tagida o'lim o'ralashib yuradi, bilmaymiz, xabarimiz bo'lmaydi. Lekin jonni oladigan ham, beradigan ham Alloh. Allohga qarshi keta olmaymiz. Iymonini bersin. Endi prosta o'ylaysan-da, yoshgina qiz ketdi. Yaxshi hayotiy voqealarni olib chiqardi.
insonlarga yaxshi bir foydasi tegadigan kontentlar qilardi. Chegaradan chiqmas edi. Chegaradan chiqqan uni o'rniga desam, mana qancha bir dunyoni ifloslar bosib ketdi. Qancha bir ifloslar, bir haromlar, fisq fasodlar, kavboylar, yarim-yalang'och ayollar bosib ketdi. O'zing shunday deysan-da, yashasa bo'lardi-ku deb. Lekin Alloh biladi-da, kim yashaydi, kim o'ladi. Hozir kimgadir o'tirib, ketibdi, yashasa bo'ladi-yu deymiz. Lekin biz ham qachon o'lamiz? Ertaga yashaymizmi, yashamaymizmi? Hatto biz ham jonimizni Alloh oladi-da. Hatto o'zimiz qancha yashashimizni bilmaymiz. Alloh rahmat qilsin, duo qilib qo'yinglar shu qizchani. Alloh rahmat qilsin, iymonini bersin. So'roq javob oson bo'lsin. Alloh hammamizni oxiratimizni chiroyli yakunlasin. Juda chiroyli. Amin. Amin. Allohu akbar. Ey jonim, meni farishtam. Yaqinlariga, uydagilariga, do'stlariga, birodarlariga Allohdan sabr, o'zini esa oxiratlari obod bo'lsin deb qolaman. Ochig'i haqiqatdan ham qizni gapi to'g'ri ekan. Biz u qizni oldin tanimaganmiz, ammo ketganidan keyin ham qadriga, ham o'ziga yetdik. Alloh oxiratlarini obod qilsin. Ko'rishguncha xayr. Salomat bo'ling.